Assalomu alaykum. Mayli, videoga omma rozi bo'lasizlar. Charchaysizlar. Assalomu alaykum. Salomatsiz, charchaysizmi? Salomatmisiz? Ko'rib oling. Bitta o'zi 2-3 dan orasidan tanlab oldilar. 3 ta banfer ochtirdim hozir do'kondan. Aytdim sal kaprizniroq olganlar, sal 3 ta banfer ochtirdim. Akam chaqirganlar, hozir banferni alishtiramiz, relay qo'yib beramiz. Pultdan o'tganda oynalar yopilmas ekan. Qaysi videoni ko'rdinglar aka? Instagramda. 100 dan keyin to'g'ri bossangiz uradi aniq. Tushunaman, mashinachi deyman-da. Ha, 1 milliondan oshadi aka ozgina. Удобный joy shu. Bittasi. Yo'q, sizlarcha olib kelasiz, faqat. Akamlar oyna blokam dedilar, mana o'zlariniki. Eski ham simlari ham erigan ekan ozgina. Inshaalloh keyingi oyna blokam olganman. Oyna bloklarni olib qo'yib beramiz. Bunga ham luktachi qo'yib beramiz. Luklar ham yopilmas ekan. Hop, bunga ham banfer arashtirdik. Mana buniki. Akam ikkinchi mashina olib keldilar. Bunga ham banfer arashtirish kerak deb. Mana buni banferi. Bunga cho'tki qilib oz taqib beramiz. Inshaalloh akamlar ishlari bitta. Bunga luktachi qo'ydik. Oyna blok qo'ydik. Oldi banferlarni arashtirdik. Ozgina qirilib qolgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bu jentraga ham ko'rishingiz mumkin. Ozgina qirilib qolgan yangi banfer taqib berdik. Aka, bu xizmat bo'lsa aloqadaman. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, sog' bo'linglar. Bu xizmatlar bo'lsa aloqadaman. Ha, bo'ldi, bo'laveraman. Charchamang aka. Salomat bo'linglar. Xo'p, bo'lasiz. Ha, men musullar rozi bo'lasizlar faqat. Ha, salomat bo'ling. Qo'ldan kelgancha, aqlimiz yetgancha ishlarni bitirib berishga harakat qilamiz. Akamlarda ham kelib banfer taqib bering, dedilar. Servisga borishga vaqt yo'q dedilar. Bo'ldi, men taqib berdim. Inshaalloh qo'ldan kelgancha ishlarni bitirib berishga harakat qilamiz. Murojaat qilaverasizlar. Charchamanglar. Salomat bo'ling aka. Ha, charchamang.